Salom bolalar, sizlar bilan men Steve Gaming. Bugungi videomizda sizlar bilan top 3 ta modlarni obzor qilamiz. Yaqinroq joylashib olinglar. Bu modlar juda ham qiziq, sizlarga yoqishi aniq. Xullas, bu modlarni qayerdan yuklab olishni bilmasanglar, bu modlarni men Telegram kanalimdan yuklab olasizlar. Telegram kanalim, YouTube kanalim bu yoqda bo'ladi. Qanunda top 3-modga ketdik bolalar. Top 3-modimiz bolalar moshina mod bo'ladi. Agar sizlar moshina mod qidirib yurgan bo'lsanglar, mash mod aynan sizlar uchun. Bu modda juda ham ko'p modlar bor. Men moshinalar bor demoqchi edim, endi adashib ketaman. Xullas, bu mod juda ham menga yoqadi, chunki dekoratsiyasini aytmasa ham bo'ladi, lekin bu xullas hamma moshina modlarda ham bunaqa motok, ambulansi, politsiya mashinalarini bitta joyga yig'magan. Mana shu yerda bor-da. Xullas, bu modimizda moto modlar ham bor. Mana birinchisi moto mod. Bu mod menga juda ham yoqadi, chunki faralari yonadi, pavorotlari, signallari chalinadi, hatto radiosigacha bor. Hozir motok haydab ko'ramiz. Mana signallar chalinadi, sizlar eshitilmayotgan bo'lsa ham, lekin bu xullas, ikkinchi mashinamiz vertolyot bo'ladi. Vertolyot eshiklari ochiladi hamma mashinani. Keyin o'tirsanglar bemalol ucha oladi. Mana hatto speedometrlargacha aylanadi. Ko'rib turganlaringda. Agar shu videoda 10 ta like bo'lsa, men sizlarga 3 ta tilay modi bilan One Punch Man, ya'ni bir zarbli odam modini olib kelib beraman. Bu sizlarga yoqishi aniq. Xullas, keyingi modimiz bu mashina modi. Bu keyingi mashinamiz bu uy mashinasi bo'ladi. Tog'boqqa chiqqanda bu mashina juda ham zo'r. Xullas, keyingi mashinamiz mana ambulansiya bo'ladi. Ambulansiya mashinasi bu seriallarda juda ham foyda beradi, chunki seriallarda ko'pda do'stlari yoki kimdir bansaga tushib qolganda shu mashinada olib borsanglar bo'ladi seriallarda. Yana keyingi mashinamiz bu ana Rolls Royce bo'ladi. Bentleymi, Rolls Royce'mi farqiga bora olmayman. Kechirasizlar. Xullas, ko'rib turganlaringda bu mashina juda ham zo'r. Oxirgi mashinamiz Lamborghini Sportcar bo'ladi. Sportcar. Xullas, Lamborghini ko'rib turganlaringda har bir eshiklarigacha qo'yilgan. Juda ham tez yuradi bu mashina. Xullas, ko'p gapirmasdan keyingi modga o'tamiz. Qani go negerlar. Xullas, keyingi modimiz bo'ladi bizda Counter Strike'dagi arujalar. Bu modda zo'r taraf, hatto bunda pichoq ham bor. Mana Deagle deysizlarmi, AKM yoki mana M40, короче, shu qanaqadir aruja, nomi esimdan chiqib ketgan. Hatto AWP'largacha bor. Menga eng yoqqan tarafi buni pichoqlari bo'ldi. Mana sizlarga pichoqlarini ham olib ko'rsataman. Bayonetlargacha bor, M9 bayonetlargacha. Mana Deagle, hatto informatsiyalarigacha qilingan. Juda ham zo'r. Otsalar juda baland ovoz chiqasa, pasaytirib olsanglar o'zlaringga yaxshi deb o'ylayman. Hop, keyingisi AKM bo'ladi. AKM mana ko'rib turganlaringda, keyingisi mana hamma arujalarda skilllar bo'ladi. Mana yana Deagle'da ham mana skin bor, qorligidan. Keyingisi mana pichoq, M9 bayonet. Mana bunaqa askarlar urishni foydasi yo'q, chunki bular baribir o'lmaydi. Shuning uchun shunchaki mana bunaqa do'stlaring qo'shib bir-birlaring bilan pichoq o'ynasanglar yoki avtomatlarga mazza o'ynashinglar mumkin. Xullas, bu hozir men sizlarga bundan tashqari 3 ta aruja ko'rsataman. Mana yana bitta Deagle ham juda ham zo'r.
chunki skini bor. Oddiy degil. Bu ham M9 Bayonet. Bunisi Krambit HQ, hamma bilsa kerak nomini, chunki CSGO yoki Counter Strike'ga borgan bo'lsanglar. Ko'p gapirmasdan keyingi modimizga o'tamiz. Qanunda ketdi negerlar. Xullas, mana bizdan top 1dagi modimiz. Bu mod anime qilichlar modi bo'ladi. Bu modda eng zo'r tarafi hatto animelar o'zi bilan ham jang qilsalar bo'ladi. Mana ular qurollarini olib, lekin kiyimlari yo'q, shu taraf bo'lmaydi, lekin qurollarini olib bemalol jang qilsalar bo'ladi. Hozir men sizlarga tuxumni ham olib ko'rsataman. Mana ikkita tuxum olaylik. Mana ikkitasi, mana bitta qiz jonka ekan, cholkacha. Bugun kecha gaplashamiz. Temadan yiroqlashmagan holatda. Mana birinchisi quyosh, qanaqadir bug'langan suv manimcha. Bu shamol. Bunisi qilich, ya'ni olovli qilich. Olov uradi olov bilan. Bunisi mana shu qahramonni qilichi bo'lsa kerak, bu qilich. Bundan tashqari 3ta yana nima qilich yo'q. Anime qurollarimiz bor hozir. Yana ularni ham ko'rib chiqamiz. Bular ichida menga eng yoqqani qilich bilan hozir yana bitta ko'rsataman. Keyin mana shu dumal, mana shu katana emas, bundan keyingisi dumaloq qanaqadir qurol bo'ldi. Chunki bu juda chiroyli animatsiya qiladi, yana jonni ham ko'proq olar ekan. Bu bolg'a shunchaki yerga uradi, jonni uncha olmas ekan. Menga bular yoqmadi. Xullas, hamma xayr deb qolaman. Agar shu modlar sizga kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Telegram kanalim YouTube kanalimni biosida bo'ladi. Kiringlar, o'tinglar, like, podpiska bosib qo'yinglar. Keyingi videoga 10 ta like, mana shu videomizda 5 ta like bo'lsa, men sizlarga bundan ham qiziqroq modlarni olib kelaman.